Bugungi mavzuyimiz atrofik gastrit haqida bo'ladi. Bu asosan kimlarda ko'proq uchraydi? Yosh katta, 40 yoshdan o'tgan kasallarda ko'proq atrofik gastritlar uchraydi. Atrofik gastritni eng yomon tomoni bu kamqonlikka olib keladi. Birinchi o'rinda qorindagi noqulaylik hissi, qayt qilish va kuchli ozib ketishlar atrofik gastrit sabablaridan bittasi hisoblanadi. Buni asosiy sabablardan bittasi birinchi o'rinda noto'g'ri ovqatlanish. Atrofik gastritni o'tkazib yuborish oldindan chaqirilmagan saraton kasalligini keltirib chiqaradi. Assalomu alaykum Ko'ksaroy klinikasi obunachilari. Bugungi mavzuyimiz atrofik gastrit haqida bo'ladi. Demak, atrofik gastrit bu nima? Atrofik gastrit bu oshqozonda shilliq qavatini yupqalashishi va zararlanishi hisoblanadi. Bu asosan kimlarda ko'proq uchraydi? Yosh katta, 40 yoshdan o'tgan kasallarda ko'proq atrofik gastritlar uchraydi. Demak, buni asosiy sabablaridan bittasi birinchi o'rinda noto'g'ri ovqatlanish, spirtli ichimliklar ichish, tamaki mahsulotlarini doimiy ravishda qabul qilish va oshqozon ichak infeksiyalari bularning asosiy sabablaridan bittasi hisoblanadi. Demak, oshqozon atrofik gastritni oddiy gastrit bilan nima farqi bor? Oddiy gastrit bilan juda katta farqi bor. Chunki atrofik gastritda ko'rilgan zond orqali ko'rilganda oshqozonning ichki devorlari juda ham yupqalashgan va yaraga moyillik juda ham kuchli bo'ladi. Atrofik gastritni eng yomon tomoni bu kamqonlikka olib keladi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda B12 vitamini yaxshi so'rilmaydi va yaralarda hosil bo'lish ehtimoli juda ham katta foizga chiqib ketadi. Atrofik gastritni qanday qilib aniqlaymiz? Atrofik gastritni birinchi o'rinda qorinda tez og'riqlar, ovqat yeb bo'lgandan keyin qorin dam bo'lib qolishi, ishib ketishi og'riqlar bo'ladi. Qorindagi doimiy og'riqlar hisoblanadi. Qorindagi noqulaylik hissi, qayt qilish va kuchli ozib ketishlar atrofik gastrit sabablaridan bittasi hisoblanadi. Atrofik gastritni belgilaridan keyin o'z-o'zidan uni tashxislash. Birinchi o'rinda nimaga urg'u berishimiz kerak? Atrofik gastritda birinchi o'rinda oshqozon ichak infeksiyalari, fermentlarga tekshirish orqali atrofik gastritni aniqlashimiz mumkin. Va birinchi o'rinda albatta zond orqali yutgan paytimiz o'sha narsani biz ko'rib, atrofik gastritligini bemalol kirib aytib chiqishimiz mumkin. Atrofik gastritni eng asosiy sabablaridan bittasi bu Helicobacter infeksiyasi, bu oshqozon ichak infeksiyasi hisoblanadi. Va ikkinchisi bu doimiy muttasil ravishda spirtli ichimliklarni qabul qilish. Uchinchisi bu chekish omillari kiradi. To'rtinchisi avtoimmun kasalliklar. Bunda oshqozondagi ichki hujayralar bir-birini doimiy yeb qo'yish natijasida kelib chiqadi atrofik gastrit. Demak, atrofik gastritni davolash usullari birinchi o'rinda agar Helicobacter infeksiyasi bo'ladigan bo'lsa, uni antibiotiklar orqali davolash, ikkinchisi chekish va ichishdan voz kechish, uchinchisi to'g'ri ovqatlanish, dieta qilish. Bular hammasi atrofik gastritni davolash yo'llaridan biri hisoblanadi. Endi bitta muhim fakt, atrofik gastritni o'tkazib yuborish oldindan chaqirilmagan saraton kasalligini keltirib chiqaradi. Chunki atrofik gastritni o'zi hujayralar o'zgarganligini bildiradigan muhim omillardan bittasi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Atrofik gastrit bor yo'qligini bilishimiz uchun birinchi o'rinda bizda shu va shu kabi sizda belgilar bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda gastroenterolog ko'rikka kelishingizni tavsiya qilaman va albatta FGDS zond yutish orqali shu narsani aniqlashingizni tavsiya qilaman. Atrofik gastritni xavf omillaridan bittasi oshqozonda B12 vitamini yaxshi so'rilmasligi, kamqonlik anemiyaga olib keladigan narsalar, foliy kislotasi yaxshi ishlab chiqarilmasligi va bizdagi oshqozon devoridagi hujayralarning kamayib ketishi. Ular asosan ferment ishlab chiqarishga mas'ul bo'lgan hujayralarni kamaytirib yuboradi. Chunki oshqozonda shilliq qavati, o'sha devori qancha yupqalashgan sari uni ishlab chiqaradigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan hujayralarni o'z-o'zidan kamayib ketishiga olib keladi. Bu o'z navbatida xlorid kislota, ya'ni o'sha kislotani kamayib oshqozonni devorini
himoya qila olmasligiga olib keladi. Shuning uchun birinchi o'rinda xlorid kislotani kamaytirmaslik uchun o'z-o'zidan doimiy nazoratda, doimiy shifokor nazoratini qo'yishimiz kerak. Mening tajribamda bo'lgan bir ayol kishi, 40 yoshli ayol kishi qorindagi doimiy og'riqlar, dam bo'lishi bilan shikoyatlar bilan kelishgan. Ular o'zlarida atrofik gastrit borligini bilishmagan, doimiy og'riq qog'izadigan dorilar bilan yashab kelganlar to'g'riroq. Keyin biz ularni zond orqali ko'rdik, oshqozon ichki qavatida o'sha atrofik gastritni belgilari shunchalik namoyon bo'lganki, o'zlari shu narsa borligini hayollariga ham kelgizmaganlar. Keyin ularni ko'rganimizda rak oldi holati aniqlandi. Yara bo'lib, o'sha yarani o'lchami juda ham katta razmerda bo'lib ketgan va biz ularga davo chorasini ko'rdik va Xudoga shukr, ular o'zlarini hozir yaxshi his qiladilar. Har 3 oyda kelib oshqozonlarini tekshirtirib, o'zlarini salomatligiga bo'lgan muhabbati yaxshiligini bildim. Agar sizda doimiy shunaqa og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, bizda Ko'ksaroy klinikamizda FGDS apparati, gastroskop apparati bor va biz bunda erta diagnostika qila olamiz va sizga maxsus davolash rejasini tuzib beramiz. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosing va qanaqadir sizda qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozing, men shaxsan o'zim javob beraman.